Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki devamında İmam Bukhari Hazretleri bugün yeni bir babni başlavatıda. Bu yerdeki bu bab degeni İmam Bukhari'nin kitap degeni ayrım bir hmm, bab şeklinde kullanıldı. Yani ayrım tema, ayrım mavzudek bir tuygu berdi. Bugünkü bu kitabı yoki babı namozniki vaqti haqida to'xtalyapti. Namazning vaqti va namozniki shu vaqtining fazilati haqida to'xtalib, Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda mundoq deganda Qur'oni Karim bilan bu bobga texminayati zinat kirgan. Estaizu billah. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bu yerdagi mavquta muvaqqata ma'nosiga kelgan. Buning demoqchi bo'lgani namoz mo'minlarga farz deydi. Farz shundaqla vaqti bilan farz. Ya'ni vaqti bekitilgan holatda farz qilingan demoqchi. Hamda bu vaqtlar hamda Qur'oni Karimda bayon qilingan bo'lsak, albatta bayon qilingan. Qur'oni Karimda namozniki vaqti umumiy shaklda bayon qilingan. Lekin buniki tafsiliy shakli vaqti sunnatda, hadisda bekitilgan. Shunglashqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aqimis salata li tuluki shamsi ila ghasaqil layli va Qur'anil fajr deb bu oyat orqali vaqtniki umumiy bizga bo'lgan bir tushanchisini umumiylik nuqtadan bergan. Lekin buniki aniq tafsilotini Alloh subhanahu va taolo hadisda texmbek ro'shan ifodasini yo'ritib bergan. Endi lekin shu 4 vaqt var hamda shu Qur'oni Karimda hozir o'qilgan Qur'ondagi hukmidagi 4 vaqt bir-biriga ulashib keladi. Masalan, peshinni vaqti kirdi, peshinni vaqti tutkazib atlam, asrni vaqti kirdi. Asrning vaqti tutkazib atlam, shomning vaqti tutkazib atlam, xuftanning vaqti kirdi. Lekin bomdodning vaqti ayrilganda, masalan, bomdod o'q bo'lgandan keyin peshinga kerak, masalan, bir uzuk vaqtlar bor. Hatta ama bir qism manbali ulamolarniki nazardimi bomdodniki oldidimi yana uzuk vaqti bor deb qaraladi. Chunki Janob Rasulullohniki Abdullah ibn Umr ibn Asning hadisida bayon qilinishicha, xuftanning vaqti kechining yarim-kechilik degan hadis asos qilib turib, Hanbali mazhabining ulamolari xuftan namozidagi vaqtini asosan shu kechining yarimi tugaydi deb qaraydi. Endi bu 521 numaralı hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Maslama hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot deydi, men Malikni o'qigan. Malik ibn Shihabdan bayon qilib, Ömer ibn Abdul Aziz rahmetullahi alayh bir kun namozni kechiktirib qo'yapti. Ömer ibn Abdulazizning tarjimalari o'tgan. Ömer ibn Xattobniki navri chavirlarga to'g'ri kelgan. Umaviy jamiyatiniki katta shahzodasi vaqtidagi. Bu zot bir kun namozni kechiktirib o'qib qolibdi-da. Bu zotning huzuriga Urvat ibn Zubayr kirib qolibdi. Shuning bilan Urvat ibn Zubayr bu namozni kechiktirganligini bilib, bu namozni vaqtidan chiqarayotgan avval yo'q. Faqat afzal vaqtidan bir oz keyinga surib o'qigan. Shuning bilan bu odam bir hadisni o'ttirib qo'yapti. Qarang, debdi xalifa Umar ibn Abdulazizga. Mughira ibn Shu'ba degan kishi bu ulug' sahaba, Iroqning ayni vaqtidagi valisi bo'lganda. Bir kuni Iroqda namozni kechiktirib qo'yapti. Shu holatda Abu Mas'ud al-Ansari degan sahaba kirib qopdi-da va mundaq debdi. Nima ish Mughira bu? Nazirdan bu nima qilganlar bu namoz kechiktirib qopdilar? Deyapti-da. Deb bo'lib, bu Jibril alayhisalomning tushib, bu namoz o'qib bergan bu qiliqlarini sizlar bilmamlisizlar? Ha? Payg'ambarimiz namoz o'qidi, ondan o'qidi, Rasululloh o'qidi, ondan yana bu Jibril o'qidi, ondan Rasululloh o'qidi, ondan Jibril o'qidi, Rasululloh o'qidi, ondan Jibril o'qidi, ondan Rasululloh o'qidi. Ondan Jibril dediki, yak payg'ambarimiz dediki, men mushtaq qilish buyurildim dedi emasmi? Demak, bu 5 vaqt namozni Jibril bir o'qib, Janob Rasululloh o'rgatgan namoz bu. Men mushtaq qilish buyurildim degan Janob Rasululloh. Bu sizlar nima qilganlari hazrat? Deb Mughira ibn Shu'baga Abu Mas'ud al-Ansari bu yerda koyibdi. Koygandan keyin bu gap deb bo'ldimi? Umar ibn Abdul Aziz shuni bilan Urvaga mundaq debdi.
Şunu bilan gapni anglab bo'laq, Umar ibn Abdulaziz. Umar ibn Abdulazizning bosh Madinadagi valiy vaqti mana. Urvak debdi. Sen ma davatgan gapingni biljima deydi. Sen bilib davatamsan ya ma gapingni. Ha? Cibril aleyhissalatu vesselam Peygamberimizge muş namazlık vaqtini bekitip berganmi? Muş bilib davatamsan ya degandikin Qo'ru debdi shu yerda. Shundaq Bashir ibn Abi Mas'ud degan kishi o'zining dadasi Abu Mas'ud al-Ansariydan shundaq deb bergan. Deb bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu namozning vaqtini bekitib bergan bu Jibril alayhissalatu vassalamga bo'lgan bu munosabatini mush shaklda bayon qilib bergan. Musha avval yuz bergandan keyin hamda Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh namozni ta o'lib ketguncha kechiktirmagan deyiladi. Balkim bu Umar ibn Abdulaziz'ninki mesela namazdaki birinci vakti bilan oxirgi vaqtining orasidagi fazilatni bilmagan bo'lishi mumkin va yoki Jibril alayhisalom shunday qilib berganmi degan qaraganda bu namozning vaqtini Alloh osmondan Jibril alayhisalomni tushirib alohida bir fazilat bilan buni tushirganlikni balki bilmagan bo'lishi mumkin. Biz bu hadisdan nurg'un ma'nolarni uqamizki, birinchidan bu amir shahzodaning qishig'iga kirgan ulamolar bir yomonlik his qilgan zamonlar shularniki bir munkar yomon odatlarni darhol chiroyli ravishda dalillik chiroyli shaklda bu tuzatganligini bilyapmiz. Undan boshqa Umar ibn Abdul Azizmi shunda bir yaqinlik holatda dalil bormi deb dalilni olgandan keyin darhol buni qabul qilib ta umrining oxirigacha shu yo'sinda ibodatini davom etib kelganligini his qila olamiz. Demak bu yerda shu davrning ulamollari o'zgacha vali shahzodalar bilan o'zgacha. Hamda bu hadisga raviylarning hammasining tarjimalari o'tgan. Faqat mishada eng oxirida bayon qilingan Bashir ibn Abu Mas'ud al-Ansari bu kishini Madinalik tabiin deb ulamolar shu hukmni bergan. Chunki bu kishiniki dadasi Uqbat ibn Amr al-Ansari degan sahoba bo'ladi. Bu Bashir endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hayot mezgilida tug'ilgan. Eng Rasulullohning oxirgi mezgillarida tug'ilgan. Shundaqqa bir qism ulamolar bu kichik sahobalar qatorida bekitdi. Lekin tabiin degan ko'z qarash kuchliroq bo'lsa kerak. Chunki bu odam hadisni o'zining dadasidan bayon qilgan. Ali ibn Abu Talib bilan Siffin urushida qatnashgan. O'zi Ansariylarniki Hazrat qabilasidan. Dadasi Abu Mas'uddan hadis bayon qilgan. Bu odamning shogirdi Urvat ibn Zubayr, o'g'li Abdurrahman ibn Bashir, Yunus ibn Maysara qatorliqlar. Bu kishi endi shu 63-yil hijriyaniki shu atrofda o'lib ketganligi xotirlangan. Endi bu Rasulullohni ko'rgan cho'ng buyuk tabiinlar qatorida sanaldi. Hem tövende İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 522 numaralı hadisde Urva mundaq degan edi deydi. Bana Ayşe sözlep bergen deydi. Urva'nın degan gapi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam esir o'qiydi deydi. Vaholanki quyosh Ayşe onamizning hujrasida tiqchi ketmagan. Quyoshning nuri sho'lisi hujradan chiqib ketmagan holatda Peygamberimiz esrini o'qib bo'ladi deydi. Demak bu asr namozini aytib burun dastlabki vaqtda o'qiydiganligini bildirdi bu yerda. Chunki endi bu uydan quyosh chiqib ketgan vaqt degan xili kechga vaqt bo'lib qoladi u. Ya taloq chiqib ketsa quyoshning soyasi, sho'lisi yatishib chiqib ketgandan keyin bu xili kech bo'lgan vaqt. Demak shu peshimni o'qib masalan xili quyosh jonliq tug'a vaqtlarda bunda namoz Rasululloh asrni o'qib bo'ladi deydi. Bu birinchi qatim mashhurligi. Dastlabki vaqtida o'qiganligini bildirdi. Ham tuvandagi babda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yanala bu oyat orqali bu hadisga bir ziynat beryotdi. Alloh yuzlangan holatda Allohdan taqvo bo'linglar, namoz o'qinglar, namozni barpo qilinglar va la takunu minal mushrikin. Mushriklar qatorida bo'lib qolmanglar, mushriklar sifida bo'lmanglar deb bu oyatni namozni barpo qilish, namozni o'qish, Allohga yuzlanish haqida, ya'ni namozga ahamiyat berish haqida bu oyatni bu yerda bir nasihat tuysini qilyapti. Bu 500
23. Numurluq hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Qutayba ibn Said hadis so'zlab bergan dedi. Bu zot dedi bizga Abbad ibn Abbad hadis so'zlab bergan. Abi Jamradan, Abi Jamra ibn Abbosdan. İbn Abbos deydi, Abdul Qays cemaati yoki Abdul Qays qabilasininki bir o'mak Janob Rasulullohning huzuriga yetib keldi deydi. Buningda biz mana shu raviylarning tarjimalaridan bir tarjimani demabdiq. Bu bo'lsinmi? Abbad degan kishi. Bu kishi o'zining dadasining ismi Abbad, o'zining ismi Abbad. Ya'ni dadasi bilan ismdosh odam bu. Qolgan raviylarning tarjimalari o'tgan, lekin o'sha Abbadning tarjimalari o'tmagan. Abbad Muhallab ibn Abi Sufraninki nevrlari to'g'ri keldi. Bu islom tarixidagi nihoyatda katta büyük bir batur odam bu. Shuningki nevrisi keldi. Abbad ibn Habib ibn Muhallab ibn Abi Sufra nomi bilan mashhur. O'zi Basrada yashab, shu Basrada Iroqda, Bag'dodda o'lib ketgan. Hijriyaniki 177da değil mi? 81 aralıkta mı şu aralıkta ölüp ketkenlik hatırlangan. O'ziga ishonchlik raviy ekanligi haqida mesela İbn Hajarlar, Zahabiylar shu nomni bergan. O'zining aytdi oqillikligi bir adib kishi ekanligi bilan mashhur. Shuningdek Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh bu kishida chatoq yo'q odam deb ta'bir bergan bu odamga, ta'rif qilgan. Nurg'un hadis ulamolar bu kishiga ishonchlik degan. Masalan, İmam Nasai, Abu Davud qatorliq shu sahihning sohiblari bu kishiga yaxshi baholarni bergan hamda. Bu kishiniki hamda shu ustozlari qatorida masalan Abdullah ibn Umar masalan shu Hisham ibn Urva shular bu kishiniki ustozi bo'ldi. Hem şagirdleri kim o degan vaqtida Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in qatorliq mashhur hadis ulamolari, masalan Musaddad ibn Musarhat Imom Buxoriyning ustozlari. Ammo shu kishilar bu kishiniki shagird bo'ldi. Hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfa qatorida masalan Sahih Muslimda 7 dona hadis bor. Bu kishiniki Abu Davudda 6, Tirmizida 4, Nasaiyda 3, Sahih Buxoriyda 2 dona hadis bor. Demek bu kishiniki hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfatlari mushu. Bu kishi hamda o'zi ustozi Abi Jamradan bu hadisni bayon qilib kelgan hamda. Abdul Qays jamoati Rasulullohning qishiga keldi dedik-da. Hamda bu Abdul Qays jamoati kim o? Abdul Qays jamoati arablarning nihoyatda danglik mashhur qabilasi bo'ldi. Bu Rabiya qabilasi deymiz. Shu arablarningki Adnan qabilasiniki Rabiya jamoatidan Abdul Qays jamoati. Bular bugungi shu Bahrayn, Ihsa, Saudiyadagi sharq tarafda, Qatif, shundoq qatorliq mush diyorlarda makon tutib yashagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishiga Hijriyaning 9-yili bular o'zligidan musulmon bo'lib Janob Rasulullohning huzuriga kelgan. Hozirgi masalan Umman mush taraflar mush kishilarniki yuti bo'ladi hamda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtagan bularni. Mashriq ahlining yaxshisi Abdul Qays jamoati qabilasi bular o'zligidan bo'ysunib musulmon bo'lgan deydi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning maqtashiga erishgan buyuk bir o'mak bu. Shunga bularning ichida mashhur bular bu Jarud ibn Mualla degan kishi buyuk sahoba bu kishi. Ayni vaqtida Nasara Xristian bo'lib, keyin musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgandimi nihoyatda go'zal musulmonlarchilikni ado qilgan buyuklarniki biri. Mush kishilar hamda bu yerda da'vat edi. Rasulullohning qishiga kelyapti. Dediki, ya Rasululloh, biz mush Rabiya qabilasidan bir guruh, bir jamoat. Biz sizning qashlarga mush harom oylarda kelaymiz. Harom oylar degan mush arablarda urush cheklangan 4 oy bor. Mush 4 oyni harom oy deb atagan, urush cheklangan. Ya'ni bular bütün arab qabilalari mush harom oylarda biz urush to'xtatdik deb bular muqaddas bo'lib, hech ajoyib 3 adovat bo'lsa-mu bir-biri bilan urush ochmaydi. Ya'ni bular biz mush vaqtda kelaymiz ya Rasululloh. Ondan bosh vaqtda kelinmaymiz. Sizdan biz ta'lim olg'il keldik. Bir narsa ilib ketsak deymiz. Bir ishqi buyursizlar.
Bizning keynimizde nurg'un odamlar qilib qoldi. Biz shularni mush yaxshilikqa bir da'vat qilib bir chaqirayli. Bizga bir ta'lim bersa ya Rasululloh deb Rasulullohning qishi huzuriga kelgan bu odamlar. Hem chunki qolgan oylarda kelsa bu yerda mush Rabiya qabilasi bilan bu Madina orliqi taxminan 2000 kilometrdek rayon hamda. Mush orliq berib kelguncha nurg'un qabilalar bor. Ha, nurg'un qabilalar bor. Mush Muzar jamiyati deb qo'ymas. Mush G'atafon va uningdan boshqa Havazan qabilesi, Bani Salim cemi Bahil qabilesi deymiz. Muş qabilelerinin hemmisi muş arlıqta var. Bular bilen buların arasında cahiliyetin tarzı bir düşmanlık var. Arlıqta kilenmeydi hem de. Şulaşka ya Resulallah bize bir ta'lim verse akımızlık edelim. Buraya dedik. Cenab-ı Resulullah dedi ki ben sizlerine 4 işki buyurup 4 işten çekleyme. Bu şu 4 işten emel kıysanı bolu degende Cenab-ı Resulullah. Birinci Allah'a iman ettiğimiz birinci asasımız. Anda bu iman degan kelimeni Peygamber sallallohu alayhi vasallam tushundirib ularga bu yerdagi iman degan gap shahadatu an la ilaha illalloh va anni rasululloh Allohning sherik yo'q, Alloh yagonidir. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari, haq elchisidir deb mushundaq sizlar ishonib, guvohlik berib ishonisizlar. Iman degan mushu, birinchi ish mushu. Ikkinchi namoz o'qiysizlar, namoz ado qilasizlar. Üçüncü zakat versizlar. To'rtinchi shu g'animatniki 5dan 1ni menga ado qilsizlar. Shu yerda sizlar rayoninglarda urush jihad bo'lsa, g'animat mijak yig'ib 5 ulush qilamiz. 5 ulushdan birini menga avatsizlar dedi. Davlatga. Men bu 4 ishga amal qilsam bo'ldi. Balkim bu haj farz qilmagan vaqtlar bo'lishi mumkin. Chunki bularning atrofida butun boshqa arab qabilalari bor, mushrik qabilalar bor. Bular ancha-muncha urush qilib turdi, majburiy bularni urushga so'rab akirdi. Shu vaqtda urush bo'lgan vaqtda bularning urushi hamda bu yerda islomiy jihodga aylanib ketadi. Aylangandan keyin bularning g'animat oladi. Atrofida dushmanlar qurshab turgandan keyin bularning cho'qim jihod qilishi yoki o'zi mudofaa qilishi bu yerda barhaq aniq bir tabiiy avval hamda. Shu vaqtda mush g'animatni olgan vaqtingda mush 5dan 1 bersiz degan. Endi bu 4 ishni cheklagan vaqtida 4 ishninki birinchisi men dobbadin cheklayman dedi. Birincisi mushu qapoq. Bizlarga metallarimizni bir qapoq qo'li bor masalan. Qapoqlar hozir masalan gulchuk degan bo'lib ketdi. Ashunda qapoqlar masalan. Kav qapoqlar masalan. Mushunda cheklayman dedi. İkincisi hantam dedi bu so'g'la. Qishda yasagan, layda yasagan so'g'a. Yana biri muqir dedi, shu vaqtida ma teshidan bir narsani alvagan 11 shu vaqtdagi bir so'g'a küplarning biri. Yana biri naqir dedi, naqir degan mush yog'ochdan yasalgan yoki yog'ochdan cho'qib yasalgan so'g'a hamda bu. Mushunday narsalar. Bunun hammasi asosan mujadiki qochqucha, shu vaqtda ishlatilgan muhim bir qochqucha. Endi bu yerda buni cheklashning sababi nima degan vaqtida arablarda mushu 4 narsada umuman aroq ichitgan avvalo bor. Yoki bu narsalarda bu narsa aroq ichitgan vaqtida tiz ichadigan avvalo bor. Şunlaşqa Cenab-ı Resulullah bu yerda mushu 4 narsani cheklashni alohida bir kerak ahamiyat bergan. Lekin keyingi mezgilda bu cheklanish bekor qilingan. Мәсіл қылынған әмелдің қалған. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mes qildiganlar narsa bo'lmasa, har qanday narsa bir narsa ichsang bo'ladi deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cheklimni amalda qoldirgan bekor qilgan. Lekin bu shularga nisbatan shu vaqtida muhim o'zi aroqdan mas qiluvchi narsalardan o'zini yig'ish uchun muhim bo'lgan shu vaqtdagi bir cheklanmaydi bu. Chunki bu istiqbol vaqtlarda bu narsaning o'ziga bir narsa qo'ygan zamonlar bu istiqlom qizitilgan narsa. Bir narsa istiqlom ichib, darhol bu mas qildigan ichimlik aylanib ketadi. Bilmay ichib qoladi mesela. Shuni mas'ulab qilib, bundan bir yomon avvallar kelib chiqadi. Shu payg'ambarimiz bevosita chekilmasdan masalan, hatto shu harom narsaga ilib boradigan vositani cheklagan shu paytlarda.
Endi bu hadisga bizga mo'yin bo'lgan nuqta Imom Buxoriyninki deyishda aqimus sala. Namozni aqim, iqom degan bu yerda namozni o'zining shartlari bilan, rukulari bilan, arkonlari bilan, vaqti bilan ado qilishni iqom deymiz. Demak, bu yangi musulmon bo'lib kelgan kishilarga Janobi Rasululloh bu yerda iymondan keyin asos qilgan shart namozni vaqti bilan ado qilish. Bu shu muhim deganni bildirmoqchi. Tuvandagi babda namozni barpo qilish, namozni ado qilishga bay'at ilish, va'da ilish haqida. Bu 524 numurli hadis. Janobi Rasulullohning huzuriga kelgan qabilalar ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har xilma-xil va'dalarni oladi o'ziniki sahobalardan. Masalan, Muzar qabilasi bilan urush qiladigan shu Abdul Qays jamoat kelgan vaqtda 5 dan birini cho'qim ado qiling degan. Chunki bular davomli urush qiladigan jangovar qavm, qabila. Atrofida shu kufrlar bilan bo'lgan ko'p so'qashlar bo'lib turdi. Bularning ibodat doirasi bakrak shu urushga markazlashgan. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jarir degan sahoba kelgan vaqtida bu o'z qabilasidagi qo'mondonni bir ixlos qilishga yoki nasihat qilishga va'da olgan, bay'at olgan. Chunki qo'mondon o'zining qavmiga davomli yetaklaydigan, nasihat qiladigan, shundoq bo'ladi. Davomli bularni shu yaxshilikqa yetaklaydigan haqida payg'ambarimiz bunga va'da olgan. Demak, Janobi Rasulullohning huzuriga kelgan sahobalardan olgan Rasulullohniki bay'ati o'xshamaydi. Shularning masalan iqtidoriga qarab yoki shularning sharoitiga qarab, shu yoki shularning salohiyat orq ko'rinishiga qarab turib Janobi Rasululloh bu yerda ulardan bay'at olgan. Bizim masalan vatanlarda bay'at olgan so'pilarda bir yo'l bor. Bu shaklda emas, Rasulullohninki boshqacha. Buni qarab sharoitiga qarab va'da olgan bu yerda. Şoňlaşqa hamda Janobi Rasulullohdan bu bay'at berishga qatnaşgan. Bu yergi bay'atni biz shu iltizam yoki shu ishni cho'qim amal qilma, cho'qim davomlashtirma deydigan bir va'dinoma. Boshqacha bir ching bir va'dinoma. Shu va'dinoma bergan sahobalarning hammasi jan chiqtiga shu olsunmi, shu va'dinomasida turib kelgan. Shu amal qilib kelgan hayotning oxirigacha. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bayat bergen Jarir degan sahabe ixlos, samimiy bo'lish, ixlos qilish, samimiy bo'lishga masalan bayat berganda bir qatim Janobi Rasulullohning hayotidan keyin bir otni sotib olish uchun bir bozorga kirib, bu otni ma'lum bir pulga sotib olgan. Otga minib ko'rib baqsa shunday yaxshi, otning egasidan qo'shib kelib, yana bir oz pul qo'shib bergan. Yani otni minib ko'rsa shunday yaxshi, bozor bahosidan xillam yaxshilikqa xil pulga arziydi-da. Oxir bu odam 200 dirhamlik otga bergan otga 800 dirham pul bergan. Amaliyotda odam 200 dirhamga bergan bo'lsa-mu, otning egasi bu odam 800 dirham bergan. Chunki nima ot arziydi 800 dirham olishga. Qimmat shunday yaxshi. Chunki bu odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga har qanday musulmonga ixlos qilma, samimiy muomala qilma deb va'da bergan. Bu va'dasini bu odam shu iqtisodni ishladimi amalga oshirgan. Ma yomon tez bo'libmi? Ma pul ketmaydigan, dasmi ketmaydigan ibodatni bir samimiy bo'lmoq oson, ammo ma iqtisod ketadigan, pul ketadigan ma ibodatga manda samimiy bo'lmoq yomon tez. Bugungi kunda shu o'zingga shu xalqni aldaydigan, saxtbazlik qiladigan, hiyla-mikr qiladigan odam o'zini aytdi. O'zini shatir, aqlliq chog'laydigan. Bunda avvallar bo'lib ketdi zamonimizda. Bitta ilgari odamlar bizni aqlliq chog'laydigan bo'lib ketdik. Yani şoňlaşqa İmam Buxari Hazretleri bu 524 numaralı hadisde bizge Muhammed ibn Musanna hadis sözlep bergen, bu kişi dedi bizge Yahya, bu kişi dedi bizge İsmail hadis sözlep bergen. İsmail dedi bizge Qays, Jarir ibn Abdullah'dan hadis bayan qilib bergen. Bu dedi Resulullah'a men bay'at bergen dedi. Namaz o'qishga, zakat berishga, har qanday musulmonga men ixlosman, samimiy bo'lishga dedi. Bu yerda bizga muhim nuqta iqomat salat. Ya iqomat salat. Yani namazda vaqtida ado qilish, arkoni bilan ado qilish. Bu shunga men Janobi Rasulullohga bay'at bergandim deydi. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.